Mırdan gelasan mı bilyapsiz aka? Nere geldikdə bayram bo'lma. Bu uyimiz Urganch shahrida joylashgan, chakkada joylashgan uyimiz bu. Bir remont bo'lib turibdi hali, bir de remont jarayoniga yetib turibdi. Seni bir remont jarayonlari bilan bir tanishtirib o'tchakman. Bu girgan yerimiz, bu yerimiz bizada naves bo'ladi, ham ochiq garaj, ham hisob aytsak ham bo'ladi. Qarachi bu yerda 2 yo 3 mashina sig'dirsak ham bo'ladi. Undan bir de o'tganimizdan keyin bu yerda bizning letniy kuxnyamiz bo'ladi. Bu letniy kuxnyamiz ham polning granit dash bilan, mramor dashdan ishlangan. Bu yerimizda bizada mangal, 2 dona qozon, moyka, gaz plita, rабочий stol ham joylashadi. Uyimizning fasadini, sokolini biz granit dashdan ishlayapmiz. Yana bu narsa travertin dash bo'ladi. Bu ham naturaliy dash, bu ham naturaliy dashdan bo'ladi. Devorlarimizni quyma travertin dashdan ishlayapmiz. Bu narsamiz ustalar yanında ishlatib turibdina, gelsang ko'rsataman. Bu narsa bizda fasadda ishlanayotganda bu termopanel deb aytadilar buni. Bu narsamiz travertin dashni kukunini, qarachi quyib ishlaydilar. Bu yerda arkasından penoplast yapıştırılgan bu. Bunu ustanovka etish jarayoni yana shunday bo'ladi. Bu travertin dashni o'zi bu. Чистый naturaliy dashni o'zi bu narsa. Bu yerga girib kelaverishimiz bo'ladi. Bu yerimiz bizda prixoshka bo'ladi. Bu tiyagalarimiz gipsdan ishlangan bular. Hammasi. Keyin undan keyin bu devorimizda bir dona siva bosib turibdi bizada. Bu yerda brak qo'yamiz, xudo xolasa. Bu ham taraf kuxni bizada. Bu yerga girimiz, hozir ustalar bu yerda choy ichadi yeri. Bu yerimizda bizada dalam bo'ladi. Bu yerda miyahki qo'yamiz. Yan tarafda perde asılınadi. Bu devorimizda bizada relief ishlanadi arkada. Bu yerda daraxtni reliefi ishlanadi. Xudo xolasa, ular ham ideyalarimizda bor. Birgina dalanimizda devorlarni tiyaga qo'yilma, patologi gipsdan bitgan bizada. Undan keyin chap qo'limizda bizada bu yerda oyna bor. Bu uyni proyektini men chizmaganman, bu uyni dizaynini chizib berganman. Bu garajning oynasi, bu yerga parda qo'yamiz. Bu dalanimiz miyahki bilan mebel ishlanadi. Bu devorimiz bizda gipsokardondan bo'rtib ishlangan. Bu yerimizda vinisenka bo'ladi. Bu rozvetka, bu включатель, bu televizor uchun rozvetka bo'ladi bizda. Undan keyin pastda bizda bu yerda mebel tumba bo'ladi. Bu televizor uchun. Bu yerda telefonni zarada qo'yib, pultni joyiga qo'yib, shuni ishlab bo'ladi bu yerda. Undan keyin pastda yana gipsokardon chiqarganmiz, bu ham vinisenka bo'ladi. Bu xonamiz bizda zal bo'ladi. Bu zalimiz 560 ga 10 metrdir. Bu uyimiz umuman klassik uslubunda dizayn ishlangan bu yerimizda. Zalimizdan ham yan tarafimizda 2 oynasi bor. U oynalarimiz polniy parda bilan beklanadi. Patologimizda parda uchun joy ochilib ketilgan. Patologdagi devordagi hamma naqshlarimiz bizda gipsdan quyma ishlangan. Bu devorimiz bizda televizor zonamiz bo'ladi. Bu chiqib turganlar televizor kabel, antenna, rozvetka uchun chiqarilgan, pastdagi ham rozvetka uchun chiqarilgan simlarimiz. Bu yerda bizning televizor tumbamiz turadi. Uni davrakında bize gipsdan ishlaganmiz. Buni ham gipsdan podsetka qo'yib, ichida atrashina berish uchun o'zimiz ozgina bir sekret aytib ketganmiz. Buni aytdim-man. Televizor devorimizdan bo'rttirib ishlangan bizda ikki chetimiz. Ular ham hali zalimizda umuman devorlarida hali tiyagalar indi qo'yiladi. Buni ham bir 3-4 kun bo'ldi zakazini berganimiz. Zalimizdan chiqqandan keyin bu yerda aytganimizdek bu yerda hol, bu yerda yana bir koridorimiz bor. Bu eshik bizda. Bu uyimiz uglovoy uy bo'lgani uchun ikki tomon ham eshik qoldirilgan bu yerda. Undan ham uyga kirib kelsak bo'ladi. Bu yerda bir xonamiz bor. Bu garaj bizda. Bu zimniy garaj bo'ladi. Bu yerda zinamiz bor. Ikkinchi etajga chiqaverish. Ikkinchi etajga chiqishdan oldin yana bir yerini ko'rsataman. Bu yerda bir qiziqli yeri bor bu uyimizda. Bu yerda bizda sanuzel bo'ladi. Sanuzelni orqa tomonidan bizda bir pishiradigan yer bor. Bu yer bizda basseyn bo'ladi. Bu basseynimiz hozircha suvimiz yo'q, svetlari qo'yilgan, atak kobrani ham eklab qo'yganmiz joyina. Polniy devorlarimiz hammasi kafildan ishlangan. Oddiy undan tashqari bu yerda mozaika ham bor. Bu narsa mozaika bo'ladi. Buni ham oltin svetidan topganmiz. Еще yana fugasi bor. Bu fugasini ham biza fugen deb aytadilar, adashmasam. Buni oltin svetda ishlaganmiz. Buni ham atak topishgan, buni zakazda toptirganmiz. Keyin bu kafillarimiz şu seri svetlari, bu temniy seri svet, bu qora emas. Bu temniy seri svetlarni biz gipsokardondan bo'rttirib ishlaganmiz. Bu yon tarafda yana bir xonamiz bor bizda. Bu yerda parnoy bo'ladi. Parnoyimizga kirib ko'rsangizlar bo'ladi, agar sig'sak hammamiz. Parnoyimizni sasna daraxtidan ishlangan bo'ladi. Sasna daraxti bu qattiq bo'ladi aslida. O'tirgan vaqtingda normalniy приятный is beradi. Bu taxta sarayib, qarayib, kamedi boshqa taxtalarga o'xshab dog' bo'lib. Undan keyin bu kursilarimizni keyindan ham podsetga yoqilgan. Bu narsalar ham bu yerda keyindan podsetga yoqilgan. Uni oralari ham ochib qo'yib ketilgan. Bu yerda suv sepgan vaqti, addallagan vaqtida orasidan suvlar tushib ketishi uchun. Bu yerda biz kum sat qo'yib ketganmiz. Bu 15 minutlik vaqt bo'ladi. Bu kum havmoni 15 minutni bildiradi. Bu yerda biz parno uchun elektronik kotel ishlatganmiz. Gaz kotel emas. Hozirgi vaqtda uylarda elektronik kotel qo'yiladi parnoga.
Bundan dövrəkindən oranjli svetdə podsvetka işlətganmiz. Shu yonib turganning effekt berishi uchun. Bu yan tarafda biza termometr qo'yganmiz. Bu xonani necha gradus haroratda chiqqanini bildirishi uchun. Undan keyin har ikki burchakda bizada svet qo'yilgan. Bular ham bu svetlar ham yonadi. Bu parnoyimizni eshik ruchkasini отдельно e'tibor etishingiz mumkin. Ko'p parnoylarga borgan vaqtda eshikning ruchkasi nержавейкаdan bo'ladi. Buni biz taxtadan aytganmiz. Sababi ichanni harorati qizib ketsa, bu oyna hatto oyna qo'limi deysiz ham pishasan. Bu taxta bizani qo'limizni pishirmasligi uchun. Ich tarafidan ham, besh tarafidan ham taxta ruchka qo'yganmiz bunga. Bu narsamiz kobra bo'ladi. Kobrani ham bizlar basseyni suv otib turadi bizda bu. Bu devorimizdan ham biza xonani keng ko'rsatish maqsadida biza zerkal ishlatganmiz. Bu basseynimizda atmosfera barq turishi uchun bu yerda biza искусственный gul ishlatganmiz. Joy gul ishlatishni bu yerda iloji yo'q. Bu yer namli bo'ladi. Uni bu yerda qarashdan iloji yo'q. Shuning uchun biza искусственный gul ishlatganmiz bu yerda. Ikki chetimda, keyin undan tashqari bu xonamizning o'rtasida ishlatganmiz искусственный gulni. Basseynimizda bir dona dush ham bor. Bu yerda dush bo'lmasa baribir bo'lmaydi. Atak lekin hali smesitillari joyiga qo'yilmagan. Bu biza ikkinchida chiqqan zinamiz bo'ladi. Bu zinamiz hali oxirida ishlanadigan narsa bu. Obshipkalari, boshqa переламерasiz oxirida bo'ladi. Uyni remonti bitgandan keyin boshlanadi. Undan keyin bu yerda включатель qo'yganmiz biza. Bu включатель bizada zinaning ustida lyustra bo'ladi, keyin bu devorimizda bira bo'ladi. Shu biralarni bu yerda yoqib, ikkinchida o'chirsa bo'ladi. Keyin bu yerda darak qo'yganmiz. Darakdan shu yerda davrakindan aylantirib o'tganimizdan включатель ramkasi o'tganmiz. Bu yerda 3 dona ramkamiz bor. Bu ikkinchidan chiqqandan keyin bu yerda bizning holimiz bo'ladi. Dalam bilan garajimizning usti hisoblanadi bu yer. Bu devorimizda ham bizda darak bor. Bu yerda 3 ramkali razvedka bilan включатель bo'ladi. Buni ham yana gipsdan davrakin taxlab o'tganmiz. Shu yerda qo'nib turadi. Bu devorimiz gipsokardondan bo'rttirilgan. Bu devorimizdan ham shu televizorning pastida tumbushkasi bo'ladi o'zida. Undan keyin bizda shu yerda o'rtada bilyard joylashadi. Bilyardni bu tarafida bizda turganda mexi bo'ladi. Keyin bu simlar bizda devorning o'rtasida chiqib ketgan shunday simlar bor. Bular bizda bira uchun qo'yilgan. Uni teyinda bizda kartina joylashadi shu yerda. Shu yerda xonaning o'rtasida kupeyli oynadan eshik bo'ladi. Bu zona kerak vaqtda ochilib, kerakmay vaqtda beklab turiladi. Bu ham tarafimiz sport zal vazifasini bajaradi. O'z vaqtida, boshqa vaqtda zal vazifasini bajaradi. Bu devorimizni e'tibor etib qarasang, bu devorimizda polniy zerkal ishlatganmiz. Aytganimdek, bu yerda sport zal vazifasini bajargan vaqtda bu yerda oynaga qarab turib trenirovka etgan vaqtida aytib turgan mashqlarni to'g'ri aytib turibdi yo xato aytib turganini bilish uchun. Bu devorimizda o'rtada yana bir televizor bo'ladi. Pasindan razvedka, u tumbushka uchun bo'ladi. Devorimizdan gipsokardondan bo'rttirilgan, buni markazida podsvetka yanadi. Patologlarimiz ham polniy gipsdan quyma ishlangan. Gipsokardon figura ishlangandan ustidan tiagalarning hammasi gipsdan quyib ishlangan bo'ladi. Ulardan ham biza podsvetka ishlatib ketganmiz. O'rtada lyustra, undan tashqari hali galogenlar ham qo'yiladi bu yerga. Bu xonamizda detskiy komnata bo'ladi. Bu xonada ikki kichkina bolani maslak ketganmiz. Kichkina bo'lishiga qaramay, bu yerda darslikdan ustlargacha joylashtirganmiz. Bu oyna bizda bu yerda konsol qo'yiladi. Keyin konsolda bir suvenirlar, undan tashqari dekor vazifasini bajaradi. Bu oynani davarakinda biz gips ishlatganmiz. O'zi umuman uy klassika bo'lgandan keyin bu yerda gulli gipslar ishlatiladi. Bu gipsimiz ham relief hisobida ishlangan gips. Sen bu gipsni qo'ling bilan deyib ko'rsang, bu gipsning nechalik darajada bo'rtib, nozik etib ishlanganligini sezasan. Bu xonamiz zimniy sata o'xshagan xona bo'ladi, bu yer terrasa bo'ladi. Bu oynalarimiz bor bizda. 3 dona oyna bor. 3 oynamiz ham bizani pultni bassang, shirtadek payda tushib turadi. Bu yerda yozning kuni keyfatib o'tiradigan xona bo'ladi. Bu xonamizda bu yerda 8-10 odamlik stul joylashadi. Uning bu yon tarafida bu yerda mexi joylashadi. O'ng taraf devorimizda televizor, undan tashqari stelaj, mebellar bo'ladi. Xonamizni patolog gips tiaga ishlari, devorning gips tiaga ishlari hammasi bitgan bu yerda. Keyingi etapimiz bo'yashga qolib turibdi. Bu yer bizda spalni bo'ladi. Bu xonamiz. Bu xonamizni bu devorimizda bizda shkaf joylashadi. Shkafimizning yonida bizda bu yerda kravat joylashadi. Kravatimizning ikki chetimda ham tumbuchkalar joylashadi. Uning ustida razvedkalarimiz, undan tashqari bu yerda birag'am svet tushib kelgan. Bu yerda svetlik bira ishlatiladi. Keyin kravatimiz to'g'risida televizor zona qo'yganmiz. O'zi umuman hamma spalnimizni, hamma zolimizda televizor uchun joy ajratganmiz. Buni ham gipsokardon bilan bo'rttirib ishlangan, davarakindan podsvetka yanadi. Bu yerimizda Venetsiyanga chizamiz, xudo xolasa. Bu yerda hamma xotin-qizlar kardon turma bo'ladi.
Trumomuzdan bir de rozvetka joylashgan, отдельный. Sizlar fe'l utiklash ishlatasizlar, adashmasam, to'g'rimi? Undan tashqari bir de включатель ham qo'yilgan. Bu oynadan seni yuzingga tushib turadigan svet bo'ladi. Yuzingni diniqatib ko'rsatib beradigan svetlarni taxlaqamiz bu yerda. Bular endi qo'yiladi lekin. Bu oxirgi spalimiz, bu bizga ham birinchi etajda ko'rgan basseynni usti bo'ladi. Bu yerda bizda sanuzolimiz joylashgan bu xonada. Bu yerda gipsokardondan biza xona ajratganmiz. Bu xona yo'q edi. Bu yerni biza garderob etganmiz. Bu gipsokardonni ustidan mebel bilan opshib ketib, chiroyli taqlaymiz. Keyin xonaga kirganimizdan keyin chap qo'lga e'tibor etsak, bu yerda 2 dona ramka ishlangan, 2 dona gipsdan ramka ishlangan. Undan keyin televizor zona ajratilgan bizda. Bu yerda televizor zonasi boshqalardan ulduroq bo'lib joylashgan. Televizor zonamizning oxirida yana xotin-qizlar uchun trumo joylashgan. Bu yerda yana shu rozvetka, yanında ganda включатель bo'ladi, bu yerda zerkalo bo'ladi. Bu yerda ham shu освещение jollatib ishlangan. Bu divanimizda kravat joylashadi. Shu divanimizda bosh uzi joylashadi kravatni. Bu yerda ham yana kravatning bosh uzunda trumo, rozvetka, включатель qo'yilishi uchun joy bor. Undan keyin bizda eng bunda bo'rtib chiqqan narsalar, bularni gipsokardondan bo'rttirib ishlaganmiz. Buni orasini biza qora rangli zerkalo qo'yib ketamiz. Qop-qora svet bo'ladi. Keyin bu divanimiz ranglanib ishlangan kravatni bosh uzini montajda qo'yib ketamiz rasmini.